Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyalar fraksiyalari tomonidan muloqotlar tashkil etildi. Unda deputatlar Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasining mazmun mohiyati, qamrovi va strategik ahamiyatini muhokama qildilar. Murojaatnoma nafaqat o'tgan yil yakunlari va kelgusi rejalar tahlili, balki xalq bilan ochiq muloqotga asoslangan, ishonch va mas'uliyatni mustahkamlovchi yo'l xaritasi ekanligi ta'kidlandi. Taraqqiyot blokining navbatdagi qo'shma yig'ilishida murojaatnomada belgilab berilgan 6 ta ustuvor yo'nalish hamda ulardan kelib chiqib, mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili davlat dasturida nazarda tutiladigan vazifalarning so'zsiz ijro etilishini ta'minlash, O'zbekiston 2030 strategiyasini yangidan qabul qilish maqsadlariga erishish, parlament zimmasiga alohida mas'uliyat yuklash qayd etildi. Tadbirda murojaatnomada O'zbekistonni yangi davrga olib borish bo'yicha 6 bosqichdan iborat yo'l ko'rsatib berilgani qayd etilib, unda ham iqtisodiy, ham siyosiy nuqtai nazardan juda muhim vazifalar belgilab berilgani ta'kidlandi. Barcha sohalarda, xususan ichki bozorda talabni rag'batlantirish, aholi daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, inflyatsiya darajasini barqaror ushlab turishga qaratilgan chora-tadbirlarga ham e'tibor qaratildi. Bu borada uy-joy ipotekasi, iste'mol va xizmatlar sohasi, turizm va transport infratuzilmasini rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirishda parlament va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish muhimligi urg'ulandi. 2030-yilga kelib O'zbekiston yalpi ichki mahsulotini 240 milliard dollarga yetkazish bo'yicha hurmatli prezidentimizning e'lonlari, vazifalari bu albatta nihoyatda bir katta marra hisoblanadi. Mana biz 2017-yilda dunyo bo'yicha bir 80-81-iqtisodiyotlardan biri edik, ya'ni yalpi ichki mahsulot bo'yicha. Bugungi kunda biz 61-62-o'rinlarga ko'tarilib oldik. Endi agar mana shu 240 milliard dollarlik marraga yetadigan bo'lsak, biz 5 yildan keyin O'zbekiston iqtisodiyoti top 50 ta kuchli iqtisodiyotlardan biriga aylanadi va mana shu marrani aniq bir asoslarini ham, iqtisodiy shu asoslarini ham, mexanizmlarini ham hurmatli prezidentimiz keltirib o'tdilar. Birinchi navbatda bu o'sha yirik xorijiy investitsiyalarni jalb qilish jadal sur'atlarda davom etadi. Mana keyingi yilning o'zida 52 milliard dollarlik rekord ko'rsatishdagi o'sha investitsiyalar jalb qilinadi. Bundan tashqari mana shu iqtisodiyotni rivojlantirishda avvalo yirik sanoat loyihalariga e'tibor qaratiladi. Mana 800 ga yaqin yirik sanoat loyihalari ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu 1,2 million yuqori daromadli ish o'rinlarini demak yaratishni nazarda tutadi. Va albatta hurmatli prezidentimiz juda ham katta e'tibor beryaptilarki, mana shu tadbirkorlikni rivojlantirishda, umuman biznes muhitni yaxshilashda endi davlat nazoratidan bozor nazoratiga o'tadi. Bu degani mana shu barcha davlat idoralari, biznes bilan ishlaydigan barcha o'sha vazirlik va idoralar, hokimliklar o'sha yuqori zamonaviy jahon standartlariga o'tish kerak bo'ladi. Shuningdek, mamlakatimiz mehnat bozorini yangi arxitektura asosida kasb, malaka, texnologiya va ta'limni birlashtiradigan yagona mexanizm sifatida shakllantirish masalalari ham diqqat markazida bo'lib, bu boradagi vazifalarni ro'yobga chiqarish orqali yoshlar zamonaviy kasblarga ega bo'lishi ta'kidlandi. Texnikumlarni rivojlantirish, dual ta'limni kengaytirish va bunga ish beruvchini faol jalb etish bu faqatgina o'sha qog'ozlardagi hisobot emas, bu real natijaga tayangan masala. Shu nuqtai nazardan prezidentimiz mana shu masalada malaka, ta'lim, kasb va ish beruvchini birlashtirgan yagona mehnat tizimini yaratish masalasini vazifa sifatida qo'ydilar. Xalq vakili sifatida ham hududlarga chiqqanimizda o'sha texnikumlarda yaratilayotgan shart-sharoitlar bilan birga o'sha mahalla yettiligi bilan suhbatlashganimizda qaysidir kasbga qiziqayotgan o'sha yoshlarimiz bormi, aholi qatlami bormi, doimo ravishda mana shu uzviylikni bog'lagan holda yoshlarimizda faqat diplom uchun emas, aniq kasb, barqaror ish o'rni va munosib daromadga ega bo'lishlariga xizmat qiladi. Bu nafaqat bugungi kunni, balki kelajakni ham asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri deb hisoblayman. Deputatlar murojaatnomada belgilangan ustuvor yo'nalishlar partiyalarning saylovoldi dasturida ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar bilan to'liq uyg'un ekanini qayd etib, mazkur vazifalar ijrosini ta'minlashda faol ishtirok etishlarini bildirdilar. Yig'ilishda belgilangan yo'nalishlardan kelib chiqib, taraqqiyot bloki oldida turgan muhim vazifalar belgilab olindi.